Bu fokusni videoda ko'rgan odam montaj deb o'ylaydi. Aslida esa buning siri juda ham oson. Sizlarga bugun bu fokusni o'rgataman. Sababi 100 ta fokus o'rgatishga va'da berganman va bu 7-video. Oldindagi 93 ta videoni esa nimalar bilan bo'lishini siz kommentariyada yozib qoldiring va sizning qiziqishingizga qarab bu fokuslarni o'rgataman. Chunki 100 ta fokusga va'da berganman. Ha, profilda siz yangi bo'lsangiz, hozir obuna bo'lib qo'ying, sababi oldinda hali salkam 100 ta fokus o'rganamiz. Fokuslar bu shunchaki hobbi, chunki bu diqqatni chalg'itib, qo'l bilan ko'rsatib, ko'z bilan aldash. Bemalol yaqin do'stinglar va yaqin insonlarni qalbidan iliq joy olsanglar bo'ladi. Ketdik. Ikkita zubacheskani olasizlar va men aytganday takrorlaysizlar. Mana shu ikkita ko'rsatkich va o'rta barmoq yordamida zubacheskamizni mahkam ushlab olamiz. Sababi biz tushirayotgan paytda xuddi shunday ochishimiz kerak bo'ladi. Zubacheska tushayotgan paytda ochamiz va o'tkazib yuboramiz. Qarabsizki, fokus tayyor. Faqatgina shu ikkita barmog'imiz bilan tomoshabin tarafni to'sib tursak bo'ldi. Xullas, fokus juda ham oson. O'rgangan bo'lsanglar juda ham xursandman va like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.